600 kvadratli joyga qanaqa isitish tizimi qilish kerak? Premium klassdagi mahsulotlar bilan 4 yil oldin qilib bergan obyektimizda hozir bu obyektni polni proverka qilmoqchimiz. Demir Dokun brendida kacholimizni qo'yib berganmiz. Mana 4 yildan beri hali biror marta servis talabga muhtoj bo'lmadi, muammosiz ishlayapti. Ahamiyat bersani, hozirgi holatda 600 kvadrat joyga kamida 12 ta bo'lmasa 15 ta nasos qo'yib, har xil holatda montaj qilishyapti. Biz buni 4 yil oldingi holatda 600 kvadratga 6 ta 15 ga 7 gruppa bistr montaj qo'yib, shu masalani hal qilib berganmiz. 4 yil oldin ham qo'yib bergan chistotni nasosimiz hali hozirgacha biror marta bezovta qilmagan. Bu yerda polni premium klassdagi mahsulotlarda ishlatilgan. Boylerimiz Turkiyaniki, UGS boyler qo'yganmiz. Bu boylerimiz sanuzillarga issiq suv yetkazib berish uchun. Buni qo'yganda afzalliklari smesитель ochsangiz, sразу suv litrini isrof qilmaysiz. Sразу o'zi issiq suv keladi. Energiya effektivniy, elektr ishlamaydi. Biz buni katelga ulab qo'yamiz. Bu liniyamiz sovuq suv kelishi, bu tomda yo'mkis o'rnatilgan. Через yo'mkis sistemaga suv tushadi. Chunki kelayotganda suv o'chib to'xtab qolsa, yo'mkisda zapas turadi. Yo'mkisdan tushgandan keyin polni sistemaga tarqatiladi. Sifatli santexnika deganda yillab muammosiz xizmat qilishini tushunaman. Shu obyektimizdan yaqqol misol bo'lishi mumkin.